bugungi ish kunimda birinchi etap kecha boshlagan ishimni tugatish uchun o'zimga o'zim qaror qo'yish bilan boshladim. Chunki kecha elektr tarmog'ida ko'p uzilishlar bo'lgani sababli ancha ishim chala qolib ketdi. Shuning uchun bir chekkadan boshlagan ishim tez bita qolgani ma'qul. Chunki bundan bu yog'iga qilgan ishlarimni o'z sahifamda muntazam joylab boraman. Sahifamdagi videolarimni o'tkazib yubormay ko'rganingiz va like, podpiska tugmasini bosayotganingiz uchun sizlarga cheksiz minnatdorchiligimni bildirib qolaman. Endi esa ishga qaytsak, bu yerga o'rnatilgan metal eshigimizni aynan zamok qo'yilishi kerak bo'lgan qismida 2 qavat metal profil bir-biriga payvand qilingan ekan. Shuning uchun bolgarka uskunasi bilan kesishga biroz qiynaldik. Kesilgan kesiqlar qo'yilishi kerak bo'lgan zamog'imizdan chekkaga chiqib ketmaslik kerak edi. Xullas, nima qilib bo'lsa ham hamma narsani joy-joyiga o'rnatdim. Agar sizda ham ishingiz masalasida shunaqa bosh qotirmalar uchrab qolsa, muammoni qanday hal qilishingiz haqida o'z fikr va mulohazalaringizni kommentariyada yozib qoldiring. Agar shu yergacha ko'rgan bo'lsangiz, like va podpisatsiya tugmasini bosishni unutmang.